Bola kerak emasmi? Yo'q, kerak emas. Bola kerak emas. Shuncha narsani nima qilasiz demoqchi bo'lsangiz, kimga beraman? Uy yo'qlarga berib yuboraman. Yetimxonaga o'tqizaman. Yetim bo'lib nechta yetimlar bor. Bolasi bo'lib turib, bolasiga qaramay yurgan erkaklar bor. Nima qilaman yana bitta yetim ko'paytirib? Mana u ham zaybal. Shuna bilan urushib qolaman-da hozir. Halo. Halo. Uxlashim kerakmi? Yo'q, uxlamadim. Gaplashyapmanmi siz bilan? Значит, uxlamaganman. Ha? Nima qilay? Ayting. Men sizga rostdan kerakmanmi? Yo'q. Bo'pti, menga bir $300 berib turing. Yo, серьезно, $300 berib turing. Magazinimga konserv qo'ydirib olay. Qachon olib kelib berasiz? Bo'ldi, ertaga ko'rishamiz. Siz aytyapsiz-ku, menga yoqasiz deyapsiz. To'g'rimi? Haqiqat bo'lsa, siz yoqtirgan ayolingiz yo'qotib qo'ymasligingiz uchun unga biror nima qilib berishingiz kerakmi? Xohlasangiz qarz bering, problema emas. Misol deyapman. Misol. Yo, rostdan menga hozir $300 dalli moment kerak. Judayam kerak. Haqiqat bu, haqiqat. Yo'q, haqiqat. Nimaga, nima qilasiz deb so'ramang. Agar siz bo'ldi, setorman bera olaman sizga, problema emas desangiz, gaplashib ko'ramiz. Ko'rishamiz. Yaxshi. Siz qayerdasiz hozir? Qaysi paytda kelsangiz ham farqi yo'q, lekin kechqurun kelmang. Yo'q, kechki payt chiqa olishda emas, ertaga mashinam motorini ko'rsataman. Vaqtim bo'lmaydi, usta kelish kerak. 6dan keyin vaqtim bo'lmaydi. Soat 2 soat, 3 soatlik ishi bor. Motorini yangilashim kerak.